G'azo aholisiga so'nggi ogohlantirish berildi. Yo o'lim yoki hayot. Ukraina suveren davlat emas. Viktor Orban. Ukrainada ikkinchi Chernobil fojiasi sodir bo'lishi mumkin. Rossiya dunyoni xavfga qo'ymoqda. Rossiyaga bizni parchalab tashlashiga imkon bermaymiz. Von der Leyen. Rossiya tahdidini yetarlicha baholay olmadik. Makron. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, продление, NN, uydamleniya, трудовой договор, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. G'azo aholisiga so'nggi ogohlantirish berildi. Isroil mudofaa vaziri Katz 1-oktyabr kuni G'azo shahri aholisiga janubga ko'chib o'tish uchun oxirgi ogohlantirishni berdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Katzga ko'ra, shaharda qolganlar terrorchi yoki terrorchilarga yordam beruvchi sifatida ko'riladi. Kim hali ham janubga ko'chishni xohlasa, bu oxirgi imkoniyat. Hamas jangchilarini G'azo shahrida yolg'iz qoldirishimiz kerak, deb yozgan Katz X ijtimoiy tarmog'ida. Uning aytishicha, Isroil armiyasi G'azoning markazini g'arbiy qirg'oq bilan bog'lovchi Netzarim yo'lagini nazoratga olgan. Bu orqali G'azoning shimoli va janubi o'rtasidagi yo'l deyarli to'sib qo'yilgan. Shu paytda G'azo shahri og'ir bombardimonlar nishoni bo'lib kelmoqda. Shaharning eng yirik Ash-Shifa shifoxonasi hududida chodirda boshpana topgan 60 yoshli Rabah al-Halabi AFP agentligiga bergan intervyusida shunday degan: Men bu yerni tark etmayman, chunki G'azoning har bir hududi shimoli ham janubi ham xavfli. Hamma yoq bombardimon qilinmoqda. Ko'chish dahshatli. Endi faqat o'lim yoki Xudodan najot kutamiz. Balki sulh natija berar, degan Rabah. Hamas esa Isroil vazirining bayonotini urush jinoyatlarining kuchayishi oldidan berilgan ishora deb atamoqda. Mazkur ogohlantirish AQSh prezidenti Donald Trampning G'azodagi deyarli 2 yillik urushni tugatishga qaratilgan 20 bandli tinchlik rejasini e'lon qilganidan keyin berilgan. Ukraina suveren davlat emas. Viktor Orban. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukraina o'z hududining 1/5 qismini yo'qotgani sababli endi suveren davlat sifatida o'zini namoyon eta olmasligini aytdi. Bu haqda Politico xabar berdi. Uning ta'kidlashicha, Vengriya drollarining Ukraina havo hududiga kirib borishi hech qanday ahamiyatga ega emas. Faraz qilaylik, dronlar Ukraina hududiga bir necha metr uchib o'tdi. Bundan nima o'zgaradi? Ukraina mustaqil mamlakat emas. Ukraina suveren davlat emas. Agar biz, ya'ni G'arb, unga 1 forint ham bermaslikka qaror qilsak, ertaga Ukraina yo'q bo'lib ketishi mumkin, deya ta'kidladi Vengriya bosh vaziri. Orbanning da'vosiga ko'ra, Ukraina o'z hududining 1/5 qismini yo'qotgan. Ukraina suvereniteti shu bilan tugadi. Qolgan hududni biz ushlab turibmiz, dedi siyosatchi. Ukrainada ikkinchi Chernobil fojiasi sodir bo'lishi mumkin. Rossiya dunyoni xavfga qo'ymoqda. Ukrainaning elektr liniyasi Rossiya armiyasi tomonidan 23-sentyabr kuni uzib qo'yilgan. Bu Zaporojye AESning Rus armiyasi tomonidan 10-marta uzib qo'yilishi bo'ldi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Zaporojye AESning uzib qo'yilishi og'ir oqibatlarga olib kelishini tasdiqladi. Bu haqda Ukraina energetika vazirligi xabar berdi. Xalqaro atom energiyasi agentligining bildirishicha, Ukrainaga tegishli atom elektr stansiyasi asosiy quvvat manbaisiz ishlamoqda. Stansiya faqatgina zaxira dizel generatorlari hisobiga faoliyat olib bormoqda. Mavjud yonilg'i zaxiralari atigi 10 kunga yetadi. Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Mariano Grossi bu holatni yadro xavfsizligi nuqtai nazaridan o'ta xavfli deb baholadi. Uning qo'shimcha qilishicha, agar rezerv tizimlari butunlay uzilib qolsa, yadro yonilg'isining erib ketishi bilan bog'liq xavf yuzaga keladi. Zaporojye AESdagi bugungi blackout so'nggi 3 yildagi eng uzoq davom etgani bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy vaziyatni o'ta og'ir deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, uzluksiz hujumlar sababli elektr tarmoqlarini ta'minlash imkoni yo'q. Generatorlardan biri esa allaqachon ishdan chiqqan. Bu xavf mutlaqo hamma uchun. Dunyoda hech bir terrorchi atom stansiyasi bilan Rossiya qilayotgan ishlarni qilishga jur'at qilmasdi, dedi Zelenskiy.
Yevropa Ittifoqi va Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Rafael Grossi stansiya atrofidagi harbiy harakatlarni darhol to'xtatish va elektr ta'minotini tiklashni talab qilmoqda. Rossiyaga bizni parchalab tashlashga imkon bermaymiz. Von der Leyen. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Rossiyaning Yevropa Ittifoqi havo hududini buzishga qarshi Yevropa hamjamiyatining birligini yana bir bor tasdiqladi. Von der Leyen bu haqda 1-oktyabr chorshanba kuni Yevropa Ittifoqi davlat va hukumat rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tgan Kopengagenda bayonot berdi. Rossiya hamjamiyatlarimizga nifoq va qo'rquv sepmoqchi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz, dedi von der Leyen. Daniya poytaxtida bo'lib o'tgan yig'ilishda Yevropa Ittifoqi yetakchilari Ukrainadagi urush sharoitida Yevropaning mudofaa qobiliyatini muhokama qildi. Kiyevga keyingi yordam ham stol ustida edi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari Kiyevga muzlatilgan Rossiya aktivlari evaziga milliardlab yevro kreditlar berish tashabbusini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Von der Leyen va Germaniya kansleri Friedrich Merz Ukraina uchun 140 milliard yevrogacha bo'lgan qo'shimcha mablag'lar muhokama qilinishi mumkinligini aytdi. Kreml Yevropa komissiyasining Ukrainani muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan moliyalashtirish bo'yicha rejalariga izoh berdi. Bu haqda 1-oktyabr chorshanba kuni Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bayonot bilan chiqdi. Gap Rossiya mulkini noqonuniy ravishda tortib olish yoki ruscha aytganda o'g'irlik rejalari haqida ketmoqda, dedi Peskov. Agar kimdir bizning aktivlarimizni noqonuniy ravishda o'zlashtirmoqchi yoki ulardan dividendlar olishni istasa, bu yoki boshqa tarzda bunga aloqador bo'lganlar jinoiy ta'qib qilinadi, deya uning so'zlaridan iqtibos keltirgan Interfax. Kreml matbuot kotibi nafaqat shaxslar, balki davlatlar ham javobgarlikka tortilishini aytdi. Bu albatta javobsiz qolishi mumkin emas, deya qo'shimcha qildi Peskov. Rossiya tahdidini yetarlicha baholay olmadik. Makron. Rossiya yevropaliklar uchun eng katta tuzilmaviy tahdiddir. Yevropa buni yetarlicha baholamadi. Bu haqda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 1-oktyabr kuni ma'lum qildi. Ular bizning saylov jarayonlarimizga kiberhujumlar, muxolifat arboblarini o'ldirish va migratsiya oqimlaridan bosim vositasi sifatida foydalanish orqali jamoaviy xavfsizligimizga tahdid solmoqda, dedi Makron. Rossiya bizning havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlarimizni sinovdan o'tkazmoqda va o'zining yadroviy doktrinasini o'zgartirdi. Ruslar yolg'on ma'lumotlar tarqatish orqali bizning jamoatchilik fikriga qanchalik ta'sir qilishiga e'tibor berilmadi. Fransiya rahbarining fikricha, Yevropa davlatlarining ochiq jamiyatlari axborot urushi oldida zaif. Demokratik mamlakatlarimizda Rossiya maxfiy armiyasi joylashtirilganini ko'rmasak, biz sodda bo'lamiz. U raqamli botlar deb ataladigan kichik, yuzsiz jangchilardan iborat. Ular Fransiya, Germaniya va Yevropada demokratiyani manipulyatsiya qilmoqda, deb hisoblaydi Emmanuel Macron.